kalti ham ichida ekan. Zavoddan bo'ladi. Bu avtomobilimiz juda o'zgacha. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. O'tgan kuni video qo'yganimizda Arizo 6 avtomobilimizni sizlarga obzor qilib bergan edik. Bugungi obzorimizda Tiggo 2 avtomobili oldilaridan ko'rsatamiz. Tiggo 2 avtomobili. Bugungi obzorimizda sizlar bilan Tiggo 2 avtomobilini ko'rib chiqamiz. Narxlari, foydali shartlari hamda qanaqa sizlarga foyda asosida xarid qilishlarini ham o'rgatib o'taman. Faqatgina obuna bo'lib qo'ying. Kameraga tirs-tirs qilib qo'yasizmi? Lekin laykda siz qizartirishingiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda Tiggo 2 avtomobili xalqni, o'zbek xalqini yuragiga tirs-tirs kirib qolgan eng yaxshi avtomobil hisoblanadi. Nima uchun deysizmi? Chunki 1.2 motor, turbirованный, juda yumshoq, ekonomik avtomobil hisoblanadi. Bu avtomobilimizni hozirgi kunda 25% boshlang'ich to'lovni 24 oyga muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Nima uchun deysizmi? Agar 30% to'lasangiz 30 oygacha berib, 60% ni to'lang yoki 50% ni to'lang, 60 oygacha muddatli to'lov o'zini pulini bo'lib to'lashga. Yana bitta qiziqarli ma'lumoti, 40 million so'm foyda asosida xarid qilishingiz mumkin bu avtomobilni. Bu avtomobilimiz diskalari o'zgacha. Bu ham xuddi shunday 205 ga 50-17 diametrdagi litri diski hisoblanadi. 200 atsinkovni metr, faralari LED premium fara bo'ladi bu avtomobilimizda. Salon qismimizga asta kelamiz. Keling aka. Bu avtomobilni bir saloniga qarang. Hoji ona bilan hoji otaga bitta olib bersangiz, maza qilib yurishadi-da. Salon qismlari. Salon qismi buni qarang. Polnatsenniy eko kojadan ishlangan avtomobil. Luk desangiz luklarigacha mavjud. Rullari multi rul, elektronli tablo, orqa kamera, orqa parktoniklar, hammasidan bor. Orqa tonirovkalar. Bu avtomobilimizga parok, tonirovka, setka, shartnomani ichida ko'nglingizga nima istasangiz hammasini qilib bera olamiz. Uni ham bo'lib olsangiz bo'ladi aka. Mashinamiz hozirgi kunda Ademaster Cherry cho'ponida xohlagan rangingiz, xohlagan turdagi qanday desam rang bor-ku, o'shanisidan xarid qilishingiz mumkin. Bagajlarni bitta ko'ramiz. Bagajiga e'tibor bering. Bagajga bu avtomobilga adashmasam gaz qo'yilgan mana. Adashmabman. Mana shunday bitta gazni qo'yasiz. Adashmasam bu 32 talik yo 31 talik ballon hisoblanadi. 300, 350, 360 kilometr bemalol yura olasiz bu avtomobil bilan. Shaharda ichida, dalnida 400 kilometrgacha yura olasiz. Tak. Hozirgi kunda Cherry Tiggo 2 avtomobilimizni akajon siz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. 25% bilan eslatib o'taman. 24 oyga, 30% bilan 30 oyga hamda naqdga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, naqdga 40 million so'm foyda asosida bu avtomobilni xarid qila olasiz. Faqatgina Ademaster Cherry cho'ponotaga tashrif buyurib xarid qilishingiz mumkin. Keyingi modellarimizdan ko'rsatamiz. Tiggo 8 Pro Max ham bor bizda. Bularda ham bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Eng zo'ri yangilangan Tiggo 7 avtomobilimiz bu life pozitsiyasi hisoblanadi. Ko'rsatib o'tamiz. Bu ham salonlari o'zgacha, kojadan ishlangan. Skoroslariga bitta ko'rsatib o'ting, skoroslarni qanaqa. Bu avtomobilimiz ham bo'lib to'lashga mavjud. Eng asosiysi faqatgina tashrif buyurib Ademaster Cherry cho'ponotiga tashrif buyurasiz va o'z avtomobilingizni xarid qilasiz. Biz yana eslatib o'tamiz. Bizda servis xizmatlarimiz ham mavjud. Servis xizmatlarimiz mana. Tashrif buyurasiz, avtomobilingizni shunday olib kelasiz, topshirasiz va bemalol mana bunday lounge zonalarimiz bor. Desk plashadkalarimiz salgina yig'ishtirish ishlari olib boryapti, chunki har doim ham har hafta biz tozalab, endi bolalarning sog'lig'iga ham juda e'tibor beramiz va ozodalikka ham juda e'tibor beramiz. Tashrif buyurib, bemalol dam olib, choy kofemizdan ichib o'tirsangiz bo'ladi. Keyingi mashinamiz bu, по-моему, adashmasam agar gibrid hisoblanadi. Hozirda ko'rib aytaman sizga. Yo'q, bu benzinoviy dvigatel hisoblanadi. U yerda gibrid sistemasi. Bu ikkilik motorli hisoblanadi. Buni ham bir ichlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichlari juda o'zgacha, salonlari ham juda o'zgacha. Skoroslari xuddi Mercedes'kiday, buniki ham Mercedes'kiday. Bu avtomobilimiz juda o'zgacha ishlab chiqargan. Samarqandda o'zida bizlar 6 ta 7 ta Tiggo 9 avtomobilni sotdik. Naqd, kreditga hammasiga chiqarib berdik. Mijozlarimiz xursand. Chunki Ademaster Cherry cho'ponota har doimgidek o'z mijozlarini xursand qilishda davom etadi. Faqatgina
tashrif buyuring yoki pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizni kutib qolamiz. Shoshilib qoling.